Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Prezident tomonidan beriladigan 1 million so'mlik yordam, subsidiya yoki rag'bat pulini kimlar olishi mumkin? Qanday olish mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, ariza berishda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'ladi. Chunki odamlar ko'pincha eshitadi. Prezident yil bo'yi million beradi. Hamma olsa bo'larkan, ariza yozsa pul tusharkan. Lekin amalda kimga beriladi? Qanday shartlar bor? Qanday hujjat so'raladi? Qaysi holatda rad javobi keladi? Bularni hamma ham aniq bilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Chunki bu kabi ijtimoiy yordamlar, subsidiyalar, imtiyozlar bo'yicha men eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik davlat yordamini olish uchun mahallaga borar edi, keyin hokimiyatga borar edi, keyin yana bir idoraga yuborishardi. Odamda aniq yo'l xaritasi bo'lmasdi. Kimdir tanish orqali hal qilishga urinardi, kimdir hujjat topshirib, javobini oylar davomida kutardi. Eng katta muammo shunda ediki, ko'pchilik o'z huquqini bilmasdi. Masalan, bir oilaning daromadi kam, farzandi o'qiydi, ish topolmayapti, lekin yordam olish tartibini bilmagani uchun murojaat qilmaydi. Boshqa bir odam esa shartlarga to'g'ri kelmasa ham ariza beradi. Keyin rad javobi oladi va berishmaydi ekan deb xafa bo'ladi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'plab ijtimoiy yordamlar va subsidiyalar bosqichma-bosqich aniq mezonlar asosida berilmoqda. Ya'ni davlat yordamini kim birinchi keldi? Tamoyili bilan emas, balki oilaning holati, daromadi, bandligi, ehtiyoji, yoshlar yoki ayollar daftarida turishi, kasb-hunar o'rganishi, o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lishi kabi mezonlar orqali ajratadi. Bu degani 1 million so'mlik mablag' ham hamma uchun avtomatik beriladigan pul emas. Bu aniq maqsadga qaratilgan yordam bo'lishi mumkin. Masalan, ishsiz fuqaroning kasb o'rganishi, bandligini ta'minlash, asbob-uskuna olishiga ko'maklashish, o'qish xarajatini qoplash yoki ijtimoiy ahvoli og'ir oilani qo'llab-quvvatlash. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Pulni olish uchun eshitdim, borib so'rayman deb emas. Men qaysi toifaga kiraman, qaysi dasturga mosman, qaysi hujjat kerak deb yondashish kerak. Chunki noto'g'ri murojaat qilsangiz, vaqtingiz ketadi, arizangiz rad bo'ladi, keyin yana boshidan boshlaysiz. Endi kimlar bu 1 million so'mlik yordam bo'yicha o'ylab ko'rish kerak? Birinchi navbatda ishsiz fuqarolar. Agar siz hozir doimiy ishda ishlamayotgan bo'lsangiz, daromadingiz rasmiy bo'lmasa yoki umuman daromadingiz bo'lmasa, siz bandlik organlari orqali turli ko'maklardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, bir yigit 23 yoshda kollejni bitirgan, lekin ish topolmayapti. U sartaroshlikni o'rganmoqchi. Kurs narxi 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Bunday holatda u bandlik bo'limiga murojaat qilib, kasbga o'qitish yo'nalishi bo'yicha yordam so'rashi mumkin. Agar u belgilangan mezonlarga mos kelsa, xarajatning bir qismi yoki to'liq qismi qoplab berilishi mumkin. Ikkinchi toifa, ayollar daftarida, yoshlar daftarida yoki temir daftarida turgan fuqarolar. Bunday ro'yxatlar bekorga yuritilmaydi. Ularning maqsadi ehtiyojmand odamni aniqlash va unga manzilli yordam berish. Masalan, 32 yoshli ayolning 2 nafar farzandi bor. Turmush o'rtog'i mavsumiy ishlaydi. Daromad oyiga 2 million so'mdan oshmaydi. Ayol uyda tikuvchilik qilib daromad topmoqchi. Tikuv mashinasi kerak. Shunday holatda mahalla orqali uning holati o'rganiladi. Ayollar daftarida turgan bo'lsa, unga asbob uskuna yoki boshlang'ich ko'mak sifatida ma'lum miqdorda mablag' ajratilishi mumkin. 5 million so'm aynan shunday boshlang'ich ehtiyojga yordam berishi mumkin. Ip, mato, kichik jihoz, reklama, mijoz topish uchun kerakli dastlabki xarajatlar. Uchinchi toifa o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lganlar. Hozir ko'pchilik men kichik ish boshlamoqchiman deydi. Masalan, uyda shirinlik pishirib sotish, telefon ta'mirlash, hayvonchilik, parrandachilik, issiqxona, tikuvchilik, go'zallik xizmati, kompyuter xizmati, avto yuvish, kichik savdo. Bularning har birida boshlang'ich xarajat bor. Kimdir uchun 1 million so'm katta biznes ochishga yetmasligi mumkin. Lekin kerakli asbobning bir qismini olishga, xomashyo sotib olishga yoki xizmatni boshlashga yetishi mumkin. Muhimi, siz pul kerak deb emas, men mana shu ishni boshlamoqchiman, mana rejasi, mana xarajati, mana natijasi deb murojaat qilishingiz kerak. 4-chi toifa kam ta'minlangan oilalar. Kam ta'minlangan deganda faqat daromadi past odam emas. Balki oilaning umumiy holati ham qaraladi. Oilada nechta kishi bor, nechta bola bor, nogironligi bo'lgan azo bormi?
ijara uyda yashaydimi? Doimiy daromad bormi? Qarz yuklamasi bormi? Mehnatga layoqatli a'zolar ishlayaptimi yoki yo'qmi? Masalan, 5 kishilik oilada faqat ota ishlaydi. Oyga 2 million so'm oladi. Uy ijara bo'lsa, 2 farzand maktabda o'qisa, ona kichik farzandga qarab uyda bo'lsa, bunday oilaning real xarajat daromadidan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda ijtimoiy yordamlar bo'yicha ariza berish mantiqli bo'ladi. 5-toifa. Kasb o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar. Men ko'p ko'raman, yoshlar ish yo'q deydi. Lekin qaysi kasbni o'rganishni ham aniq tanlamagan bo'ladi. Davlat yordami odatda maqsadli beriladi. Agar siz menga pul bering desangiz, bu kuchli ariza bo'lmaydi. Agar men elektrik bo'lishni o'rganmoqchiman, kurs 3 oy, xarajat 1. 5 million so'm kursdan keyin ustaga shogird tushaman yoki o'zim xizmat ko'rsataman desangiz, bu aniq rejaga o'xshaydi. Idora ham shuni ko'radi, bu odam pul olib sarflab yuboradimi yoki haqiqatan band bo'ladimi? Kimlar xavotir olmasligi yoki ortiqcha vaqt sarflamasligi kerak? Agar sizda doimiy yuqori daromad bo'lsa, rasmiy ish joyingiz bo'lsa, oilangiz ijtimoiy ehtiyojmand toifaga kirmasa, sizga aynan shu turdagi yordam berilmasligi mumkin. Bu yomon narsa emas. Bu yordamning manzilli ekanini bildiradi. Masalan, oyiga tekizin 10 million so'm daromad qiladigan, nomida avtomobil va uy-joy bor fuqaro hamma olayapti, men ham olay desa ehtimol rad javob bo'ladi. Chunki mablag' birinchi navbatda haqiqatan ehtiyojmandlarga, ishsizlarga, bandligini tiklamoqchi bo'lganlarga va ijtimoiy himoyaga muhtojlarga yo'naltiriladi. Real misol bilan tushuntiraman. Dilshod 26 yoshda ishsiz, telefon ta'mirlashni biladi, lekin asboblari yo'q. U bandlik bo'limiga borib, o'zini o'zi band qilish uchun kichik ko'mak so'raydi. U ro'yxatdan o'tadi, pasport yoki ID karta, yashash manzili, ish rejasini ko'rsatadi. Agar unga bering 5 million so'm ajratilsa, u leximlash uskunasi, o'tyo'rtqalar to'plami, ekran ajratish moslamasi yoki dastlabki ehtiyot qismlar olishi mumkin. Natijada u haftasiga 5-10 ta buyurtma olsa, oyiga 2-3 million so'm daromad qila boshlashi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Mohira opa 38 yoshda, ayollar daftarida turadi. Uyida tikuv mashinasi eski, buyurtma olishga qiynaladi. U mahalla xotin-qizlar faoli orqali murojaat qiladi. Holati o'rganiladi. Unga pul yoki asbob uskuna ko'rinishda yordam berilishi mumkin. Agar mablag' to'g'ri ishlatilsa, u maktab formasi tikish, pardalar tikish, mayda buyurtmalar orqali o'z daromadini oshiradi. Bu yerda davlatning maqsadi bir martalik yordam berib qo'yish emas. Oilaning keyingi oylaridagi daromadini shakllantirish. Uchinchi vaziyat. Jamshid 21 yoshda, yoshlar daftarida kompyuter savodxonligi bor, lekin ish topolmayapti. U grafik dizayn kursiga qatnashmoqchi. Kurs narxi ilk dizayn 1 million so'm atrofida. Agar arizasi asosli bo'lsa, u kursga yo'naltirilishi mumkin. Lekin u kursni tugatib, sertifikat olib, keyin ish qidirishi yoki freelance xizmat ko'rsatishi kerak. Ya'ni pul faqat olindi degani emas, undan keyin natija talab qilinishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar. Tuzoqlar va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, hamma joyda tartib bir xil ko'rinsa ham, amaliyotda hududga qarab mas'ul idora va navbat farq qilishi mumkin. Masalan, bir tumanda bandlik bo'limi orqali tezroq ko'rib chiqiladi. Boshqa joyda avval mahalla tavsiyasi so'raladi. Shuning uchun siz faqat internetdagi gap bilan cheklanmasdan o'z mahallangiz va tuman bandlik bo'limidan aniq ma'lumot olishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, yordam pul ko'rinishida qo'lga berilmasligi mumkin. Ko'pchilik 1 millionni kartamga tashlab beradi deb o'ylaydi. Lekin ayrim dasturlarda mablag' o'quv markaziga to'linadi, ayrim holatda asbob uskuna olib beriladi, ayrimda kompensatsiya qilinadi, ayrimda esa shartnoma asosida ajratiladi. Bu juda muhim. Agar siz naqd pul kutib borsangiz, keyin hafsalangiz pir bo'lishi mumkin. To'g'ri yondashuv shunday. Menga yakuniy natija kerak. Pul kartamga tushadimi, kursga to'lanadimi yoki asbob olib beriladimi, baribir maqsadim ish boshlash bo'lsin. Uchinchi nozik jihat. Arizada yolg'on ma'lumot yozmang. Masalan, kimdir ishsizman deydi, lekin rasmiy daromadi bor. Kimdir oilamda daromad yo'q deydi, lekin soliq yoki bank ma'lumotlarida boshqa holat ko'rinadi. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Yolg'on ma'lumot arizangiz rad bo'lishiga, keyinchalik boshqa yordamlarni olishda ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Eng to'g'risi holatingizni qanday bo'lsa, shunday tushuntiring. Daromadingiz bor, lekin yetmayaptimi? Shuni yozing. Ishlayapsiz, lekin oilada xarajat katta bo'lsa, shuni asoslang. 4-nozik jihat, hujjatlarni chala topshirmang.
ko'plab javoblar sababini ko'rsam, odamning sharti to'g'ri keladi, lekin hujjat to'liq emas. ID karta nusxasi bor, lekin bank rekviziti yo'q. Ariza bor, lekin mahalla dalolatnomasi yo'q. Kursga boraman deydi, lekin o'quv markazi nomi, narxi, davomiyligi aniq emas. Ish boshlayman deydi, lekin nima sotib olishi va qancha daromad qilishi haqida hisob-kitob yo'q. Idoralar aniq ma'lumot bilan ishlaydi. Siz qanchalik aniq yozsangiz, arizangiz shunchalik jiddiy ko'riladi. 5-chi nozik jihat, vositachilarga ishonmang. Kimdir men $1 million chiqarib beraman, oldindan 300 ming so'm ber desa, bu juda xavfli. Davlat yordami uchun rasmiy tartib bor. Siz mahalla, bandlik bo'limi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faol yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kabi rasmiy yo'llar orqali murojaat qilishingiz kerak. Hech kimga oldindan pul bermang. Agar kimdir pul talab qilsa, yozib oling, ismini biling. Tegishli tashkilotlarga murojaat qiling. 6-chi nozik jihat, yordamning maqsadini o'zgartirmang. Agar siz tikuv mashinasi uchun yordam olgan bo'lsangiz, uni boshqa narsaga sarflab yuborsangiz, keyin tekshiruvda muammo bo'lishi mumkin. Agar kursga yo'naltirilgan bo'lsangiz, qatnashing, davomatni saqlang, sertifikat oling. Agar asbob uskuna olgan bo'lsangiz, undan foydalanayotganingizni ko'rsatishga tayyor bo'ling. Chunki bu shaxsiy sovg'a emas, ijtimoiy bandlikni oshirish uchun ajratilgan yordam. 7-chi nozik jihat, bir marta rad javobi olsa, hammasi tugadi degani emas. Rad sababini aniqlang. Masalan, sizning arizangiz hujjat to'liq emas deb rad etilgan bo'lsa, hujjatni to'ldirib qayta topshirishingiz mumkin. Mezonlarga mos emas desa, qaysi mezonga mos emasligini so'rang. Ehtimol siz boshqa dasturga mos kelarsiz. Masalan, kasbga o'qitish bo'yicha mos kelmadingiz. Lekin o'zi band qilish bo'yicha mos kelishingiz mumkin. Yoki ayollar daftari orqali emas, bandlik bo'limi orqali imkoniyat bo'lishi mumkin. 8-chi nozik jihat, muddatlarga e'tibor bering. Ayrim yordamlar yil davomida beriladi. Ayrimlari byudjet ajratmasiga qarab navbat asosida bo'ladi. Bugun borsam ertaga pul tushadi deb kutmang. O'rganish, tekshirish, tasdiqlash, shartnoma qilish, mablag' ajratish jarayoni vaqt oladi. Shu sababli sizga pul yoki yordam hozir kerak bo'lsa, kechiktirmang. Bugun hujjat yig'ishni boshlang. Bir hafta kutib, keyin borsangiz navbat cho'zilishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz ishsizmisiz? Yoshlar daftaridamisiz? Ayollar daftaridamisiz? Kam ta'minlangan oilamisiz? Kasb o'rganmoqchimisiz? O'zini o'zi band qilmoqchimisiz? Shuni aniqlamasdan ariza yozmang. Chunki har bir yo'nalishning o'z mas'uli va o'z hujjati bor. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi yoki xotin-qizlar faoliga vaziyatingizni tushuntiring. Menga $1 million kerak deb emas. Men mana shu yo'nalishda yordam olishni xohlayman. Shartlarga mos kelish-kelmasligimni bilmoqchiman deb murojaat qiling. Masalan, men ishsizman, telefon ta'mirlashni bilaman, asbob olish uchun yordam kerak. Yoki men tikuvchilik qilmoqchiman, ayollar daftarida turaman, boshlang'ich ko'mak kerak deb aniq ayting. 3-qadam, tuman bandlik bo'limiga murojaat qiling. Agar masala ish, kasb, o'zi band qilish, kurs, subsidiya bilan bog'liq bo'lsa, bandlik organlari muhim rol o'ynaydi. U yerda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili, ish holatingiz, qanday yordam so'rayotganingiz haqida ma'lumot so'ralishi mumkin. Agar ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tish kerak bo'lsa, ro'yxatdan o'ting. Rasmiy ro'yxat ko'p hollarda yordam olish uchun asos bo'ladi. 4-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ID karta yoki pasport, telefon raqamingiz, bank kartasi rekvizitlari, oilaviy holat haqida ma'lumot, mahalla tavsiyasi yoki dalolatnomasi, ishsizlik yoki bandlik holati haqida ma'lumot. Kurs bo'lsa, o'quv markazi shartnomasi yoki hisob varag'i, asbob uskuna bo'lsa, narxlar ro'yxati, biznes yoki ish rejasi. Hamma joyda bir xil ro'yxat bo'lmasligi mumkin, lekin siz shu hujjatlarni tayyorlab qo'ysangiz, jarayon ancha osonlashadi. 5-qadam, kichik ish reja yozing. Bu juda muhim. Ish reja juda murakkab bo'lishi shart emas. Oddiy qilib yozing. Men qanday ish qilaman, nima sotib olaman, qancha pul kerak, oyiga taxminan qancha daromad qilaman, mijozni qayerdan topaman. Masalan, tikuvchilik uchun ilk yili $1 million so'mga tikuv anjomlari va mato olaman. Mahallada bolalar kiyimi, parda, mayda ta'mirlash buyurtmalarini qabul qilaman. Bir oyda 20 ta buyurtma olsam, har biridan o'rtacha 40 ming so'mdan 800 ming so'm daromad bo'ladi. Keyin buyurtma ko'payganda daromad oshadi. Shunday yozuv arizangizni kuchaytiradi.
Oltinchi qadam. Arizada aniq va halol yozing. Oilaviy sharoitim og'ir deyishning o'zi yetmaydi. Nima uchun og'ir? Daromad qancha? Xarajat qancha? Nechta farzand bor? Ijara to'laysizmi? Nogironligi bo'lgan oila a'zosi bormi? Ish boshlash imkoniyatingiz qanday? Shularni yozing. Masalani, oilamda 4 kishi bor. Turmush o'rtog'im mavsumiy ishlaydi. O'rtacha daromadimiz oyiga 2 million so'm. Men uyda tikuvchilik qilib oilaga qo'shimcha daromad kiritmoqchiman. Bunday ariza aniq ko'rinadi. 7-qadam. Javobni nazorat qiling. Ariza topshirdim, endi kutaman deb jim yurib ketmang. Qabul qilingan sana, ariza raqami, mas'ul xodim, ko'rib chiqish muddati haqida so'rang. Agar elektron portal orqali topshirsangiz, holatini tekshirib boring. Agar mahalla orqali topshirsangiz, qaysi bosqichda ekanini muloyimlik bilan so'rab turing. Bu talabchanlik emas, bu o'z huquqingizni bilish. 8-qadam, yordam ajratilsa, maqsadli foydalaning. Agar pul kartangizga tushsa ham, hammasini shaxsiy xarajatga ishlatib yubormang. Cheklarni saqlang, sotib olgan narsangizni rasmga olib qo'ying, shartnomalarni saqlang. Keyin qayerga sarfladingiz degan savol tug'ilsa, sizda javob bo'ladi. Agar asbob uskuna berilsa, undan foydalanishni boshlang. Agar kursga yuborilsa, muntazam qatnashing. Chunki sizning natijangiz keyinchalik boshqa odamlar uchun ham ishonch yaratadi. 9-qadam, rad javobi bo'lsa, yozma sabab so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan to'xtamang. Qaysi asosga ko'ra rad etildi? Hujjat yetishmadimi? To'yfaga mos kelmadingizmi? Navbat tugadi, mablag' qolmadimi? Shuni biling. Keyin xatoni tuzatib qayta topshiring yoki boshqa dastur bo'yicha murojaat qiling. Ba'zan odamlar bitta eshikdan rad javobi olib, hammasidan voz kechadi. Aslida esa muammo faqat noto'g'ri yo'nalishga murojaat qilganda bo'ladi. 10-qadam, o'zingizga mos imkoniyatni tanlang. 20 million so'mni olishning o'zi maqsad bo'lmasin. Maqsad daromad topish, kasb o'rganish, oilani oyoqqa turg'azish, ish boshlash bo'lsin. Masalan, sizga tikuvchilik yoqmasa, faqat yordam olish uchun tikuv mashinasi so'ramang. Chunki keyin u ishlatilmay turadi. Siz nimani bilasiz? Nimaga qiziqasiz? Qaysi xizmatga mahallangizda talab bor? Shuni tanlang. Kimdir uchun sartaroshlik yaxshi, kimdir uchun payvandchilik, kimdir uchun issiqxona, kimdir uchun kompyuter xizmati, kimdir uchun shirinlik tayyorlash. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Rasmiy ma'lumotni doimo joyingizdagi mas'ullardan tekshiring. Chunki dastur nomi, mablag' miqdori, ajratish tartibi, hujjat ro'yxati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bugun 5 million bo'lgan yordam ertaga boshqa tartibda berilishi mumkin. Shuning uchun siz videodan umumiy yo'l yo'riqni oling, lekin yakuniy harakatni rasmiy idora orqali qiling. Agar siz talaba bo'lsangiz, o'qish xarajatlari, kontrakt, ijara yoki kasbga tayyorlash bo'yicha alohida imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Agar siz nogironligi bo'lgan fuqaro bo'lsangiz, reabilitatsiya, ishga joylashish, maxsus asbob uskunalar bo'yicha boshqa yo'nalishlar ham bor. Agar siz yosh ona bo'lsangiz, uyda turib ishlashga mos kasblar bo'yicha yordam so'rashingiz mumkin. Agar siz chet eldan qaytgan mehnat migranti bo'lsangiz, bandlikka qaytish, kasbga moslashish yoki tadbirkorlik boshlash bo'yicha maslahat oling. Har bir holat alohida ko'riladi. Eng ko'p beriladigan savol: pulni olish kafolatlanganmi? Yo'q, kafolatlangan deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Siz shartlarga mos kelsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, mablag' ajratish imkoniyati bo'lsa, arizangiz ijobiy ko'rilishi mumkin. Lekin bu hamma odamga avtomatik tushadigan pul emas. Shuning uchun men sizga oldindan to'g'ri tushuncha beryapman. Umid qiling, harakat qiling, lekin tartibni buzib, noto'g'ri kutuv bilan bormang. Yana bir savol, tanish kerakmi? Yo'q, rasmiy tartibda tanish kerak bo'lmasligi kerak. Siz hujjat, asos, mezon va ariza bilan ishlaysiz. Agar qayerdadir sizdan noqonuniy pul so'ralsa yoki tanishingiz bo'lmaydi deyishsa, bu normal holat emas. Bunday vaziyatda yuqori turuvchi tashkilotlarga, ishonch telefonlariga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilish mumkin. O'z huquqingizni biling, lekin muloqotda odobli va aniq bo'ling. Baqirish, janjal qilish, xodimni haqorat qilish ishni tezlashtirmaydi. Eng kuchli rolingiz to'liq hujjat, aniq talab va yozma murojaatdir. Demak, prezident tashabbuslari doirasida yoki davlat dasturlari orqali beriladigan 5 million so'mlik yordamni olish uchun eng avvalo o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni bilishingiz kerak. Bu mablag' hamma uchun avtomatik beriladigan pul emas, balki ehtiyojmandlik, bandlik, kasb o'rganish, o'zini o'zi band qilish yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratiladigan yordam bo'lishi mumkin. To'g'ri joyga murojaat qiling, hujjatlarni to'liq tayyorlang.
Arizada aniq yozing, yolg'on ma'lumot bermang va yordam ajratilsa, uni maqsadli ishlating. Agar siz hozir shunday yordamga muhtoj bo'lsangiz, bugunoq mahallangizga, hokim yordamchisiga, yoshlar yetakchisiga, xotin-qizlar faoliga yoki tuman bandlik bo'limiga murojaat qiling. O'zingizning holatingizni tushuntiring. Qaysi dastur sizga mos kelishini so'rang, hujjatlarni yig'ing va ariza topshiring. Sizningcha bu yil bo'yi million so'mlik yordam odamlar uchun haqiqatan foydalimi? Siz yoki tanishlaringiz bunday yordam olganmisiz? Tajribangizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z huquqidan vaqtida foydalanadi.